Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani, bolajonlar, nega birovning narsasini so'ramay olmaymiz? Chunki bu halollikni buzadi. Nega yaxshi so'z aytish ko'ngilni ochadi? Chunki yaxshi so'z mehr olib keladi. Qani, kim aytadi? Nega vaqtni bekorga o'tkazmaslik kerak? Chunki vaqt qimmatli boylik. Nega maktabdagi o'qituvchilarimizni hurmat qilishimiz kerak? Chunki ular bizga bilim beradi. Qani bolajonlar, nega qo'pol gapirmasligimiz kerak? Chunki bu boshqalarning ko'nglini og'ritadi. Nega hayvonlarni asrashimiz kerak? Chunki ular ham tabiatning bir qismi. Qani, kim aytadi? Nega ishni vaqtida bajarish muhim? Chunki kechiktish tartibni buzadi. Nega do'stimizga yordam berish yaxshi odat? Chunki yordam do'stlikni mustahkamlaydi. Qani bolajonlar, nega yolg'on gapirishdan qochish kerak? Chunki yolg'on ishonchni yo'qotadi. Nega atrofimizni toza tutishimiz kerak? Chunki tozalik sog'lig'imizni himoya qiladi. Qani, kim aytadi? Nega qo'lingizdagi narsani ehtiyot qilish muhim? Chunki uni yana topish qiyin bo'lishi mumkin. Nega ovqatni isrof qilmasligimiz kerak? Chunki ovqat mehnat bilan yetishtiriladi. Qani, bolajonlar, nega kichiklarni himoya qilish kerak? Chunki ular bizdan yordam kutadi. Nega kattalarni eshitish foydali? Chunki ularning tajribasi ko'p. Qani, kim aytadi? Nega bir-birimizga salom berish kerak? Chunki salom mehr va hurmat belgisi. Nega mehnat qilgan odamni qadrlash kerak? Chunki mehnat bilan hamma narsaga erishiladi. Qani bolajonlar, nega darsga vaqtida kelish kerak? Chunki kechikish darsni buzadi. Nega uy hayvonlariga g'amxo'rlik qilish muhim? Chunki ular bizga bog'liq. Qani, kim aytadi? Nega do'stimizni aldamasligimiz kerak? Chunki bu ishonchni buzadi. Nega tabiatni asrash hammamizning vazifamiz? Chunki tabiat bizning hayot manbayimiz. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.